Bitta tuxumni, bitta tortini, biskvitini tayyorlaymiz. Bu videoyimni biskvit umuman o'xshamaydigan tanishlaringizga jo'natib qo'ying. To'liq retseptni opsiyanida yozib qoldirdim. Idishimizga bitta tuxum, shakar, un, kraxmal, razlixiter, pishvoy, vazelin va muzdek suv solamiz. Hamma masalliqlarimizni bitta idishga solganimizdan keyin qo'l mikserida 7 minut to'xtatmasdan ko'pirtiramiz. Qo'l mikseri yo'li uchun kombayn mikserdan foydalanadiganlar uchun eslatma, kombayn mikser kuchli bo'lgani uchun 5 minut ko'pirtiriladi. Xamirimiz shunaqa nishonliga o'xshagan 2 hissa ko'p va og'ir bo'lishi kerak. Biskvitimizni shunaqa falga o'ralgan qolipimizga solamiz. Eslatib o'taman, falga o'ralgan biskvit tegi qizarib ketmaydi va kuyishini oldini oladi. Biskvitimiz bir tekis chiqishi uchun cheklarni shpatula yordamida ko'tarib qo'yamiz. Listga suv solib pishiramiz. Bu ham tegi olmasligini oldini oladi. Elektr pechida tepa pastini yoqqan holda 170 gradusda 45 minut davomida pishirib olamiz. Pishgan biskvitimizni shunaqa to'nkarib sovutamiz. Ko'rishingiz mumkin, biskvitimizni ustidan teglari ham bir xilda qizarib pishgan, umuman teglari kuyib ketmagan. Berilgan masalliqni 2 ga yoki bo'lmasa 3 ga ko'paytirib, bundan ham kattaroq biskvit tayyorlashingiz mumkin. Videoyim keragida to'pilib qolmasligi uchun saqlanib qo'ying.